inshaalloh endi bundan buyon kulasiz. Kecha tushni ko'rganmidingiz ana qizim? Qanaqa tush ko'rdingiz? Kecha siz kelganingizni ko'rgandim. Voy mashalloh. Qay holatda? Kulib kelgandingiz. Subhanalloh. Mana ko'rdingizmi? Alloh bildirib qo'ygan ekan-da sizga. Asal qizim, baxtli bo'linglar. Kiyimlarni olib kelinglar. Kun salqin ekan, kiyintirib qo'ying. Kattalarga ham kichkina. Keling mana qizim, kiyib oling. Ana loppiloyoq ekan, mashalloh. Rangi yoqdimi? Ana qizim. Xuddi otajoningizdan olgandek qabul qiling, xo'p? Berasiz. Qani to'ycha o'g'limniki. Muhiddinjon, qani keling. Qani bismillah. Ana. Hoppali. Ana, yoqdimi? So'ra. Qani oyoq kiyimini beringlar. Mana shunday minglab xonadonlar bor. Qishki oyoq kiyimi yo'q. Issiq kurtkalari yo'q. Ertangi kundan xavotirda, ertaga og'ir kunlar, anomal sovuqlar kelsa nima kiyaman? Usti boshim nima bo'ladi? Oyog'imdan suv o'tib yotibdi-ku deya mana shunday xavotirda o'tirgan xonadonlar uchun mana shunday oyoq kiyimlarni ehson qilmaysizmi? Bu berganingiz Alloh uchun-ku. Qani turing, toychog'im, turing. Mana bismillah. Mana bismillah. Bosing. Yaxshilab bosing. Qo'llarimni bosib tashlang, gunohlarim kechirilsin toychog'im. Ana. Ana. Zo'r bola. Mana. Hozir endi bularning usti boshiga qaradik, ha? Osh-ovqatlariga qaradik. Alloh bizni holimizga qaraydi endi. Muammolaringiz yo'qmi? Qutula olmayotgan, xastalaringiz, kasalliklaringiz yo'qmi? Ertangi kundan shunchalik xotirjammisiz? Allohdan so'rab yotgan, iltijo qilayotgan orzu-niyatlaringiz bor, yechilmayotgan muammolaringiz bor. Shularning yechimi kimnidir muammosini hal qilishingizdayizlar. Bir-birlarimiz tomon qadam bosishimiz kerak. Biz sizlarga murojaat qilsak, qilmasak, video chiqsa, chiqmasa har kuni ehson qilishni odat qiling azizlar. Chunki mana shu qadar yig'lab yotgan xonadonlar bor, onalarimiz bor, ayollarimiz bor, singillarimiz, o'g'il qizlarimiz bor. Yetkazishimiz kerak joyida. To vaqt bor ekan, kiyintirib qo'yib, osh-ovqatiga qarab, Allohning roziligini topib, Allohning oldidagi farz amalimizni, burchimizni ado etishimiz shart. Bunga Alloh bizni buyurgan azizlar. Bu bizning majburiyatimiz. Biz xohishimizga qarab turib ehson qiling, xohishimizga qarab turib bilan boshdan silashimiz kerak emas. Bu majburiyat azizlar. Chunki bizga ziyodasi bilan berib qo'ydi Robbim. Bering shu ortiqchasini. Oshib-toshib yotibdi-ku. Xalazinligingizni qarang. Garderobingizga bitta boqing. Xonadoningiz shohonaligini qarang. Isrof qilayotgan har kungi xarajatlaringizga bir e'tibor berib nazar